Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Islom, yangi Minecraftchiman va bugun men sizlarga yangi o'yinni obzor qilmoqchiman va shuni sizlar bilan birgalikda va uylarimni bezatamiz. Birinchi do'stlar, uyimda ichlar bu yerda basseyn bor do'stlar. Men ham yaqinda oldim. Ko'p joyni ko'rib chiqmadim do'stlar, to'g'risi. Bu yerda zakaz qildim narsalar, yasachimga olib berishdi уже. Bu yerda oziq-ovqat, bu yerda endermanlar va bu yerda bizga eng kerakli narsalar bu yerda. Hozir bizga chiroq, verstak va sunduq va pechka olib bezatamiz hozir do'stlar. Katta do'stlar, unda ikkinchi qavatdan boshlaymiz. Bu yoqqa set qo'yamiz. Chekkaroq qo'ysak yaxshiroq bo'lardi. Bu yoqqa devon bor ekan o'zi. Shunchalik. Bu yerda balkonga set qo'yamiz. Yaxshi. Bizda 64 ta qoldi. Chiroq. Bu yoqqa pechka qo'yamiz. Va sunduq. Va verstak. Tepaman like bosib qo'yinglar albatta do'stlar. Endi pastga ham qo'yamiz. Mana qo'ydik. Pastga chiroqlar yetarli ekan. Va endi nima qo'yamiz? Tak. Va kinderlarga qo'ydik. Mana tepaga kimni qo'yib chiqamiz do'stlar. Go. So'yanni olib chiqamiz do'stlar. Do'stlar, ikkinchi xatga qo'yaymikan, birinchi xatga. Mayli, ikkinchi xatga qo'ya qolaylik. Do'stlar, albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos do'stlar. Iltimos. Buni kiydiramiz. Hozir pastdagilarni olamiz. Mana kiydirib qo'ydik. Takoy bir bo'ylarlikdan bo'ldi do'stlar. Endi hozir nezretlikni olib chiqamiz. Oyog'im qattiq tushdi. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir do'stlar. Tak, endi nezretligini olamiz. Ketdi bo'ldi. Like bosganlarni yaxshimdayna 100 ming so'm chiqib ketsin. Sizlar like bosib qo'yinglar. Mana nezretligimizni ham keltirib qo'ydik do'stlar. Mana talabalikdan turib kimlarni kiyib takoy kiyinib ketamiz. Endi sizlarga obzor qilaman. Ko'rsatib bo'ldim. Hozir instrumentlar yo'q ekan, kerakli stollar do'stlar. Agar men qo'yardim do'stlar, agar bo'lganda qo'yardim do'stlar. Bu yerda set qo'yishimiz kerak do'stlar. Bu yoq bilmadim nimaligini, lekin mana bu yaqinda oldim do'stlar, chunki ko'p narsani aytishmadi hali. Egasi kelar ekan, bilmadim qachon kelar ekan do'stlar.
Yana nima ko'rsatgan do'stlar sizlarga? Bu yerda qanaqadir yo'l do'stlar, bu yoq garaj, do'stlar, bu garaj ekan, do'stlar, garaj. Chunki ikkita yo'l bor bu yoqda. Do'stlar, to'g'rimi? Garaj bu. O'zak ketamiz. Daraxtlarni qaranglar, bir do'llar anaqasiga o'xshaydi, do'stlar. Qarang-ku, do'stlar, cho'milamiz ham, do'stlar. Massa, do'stlar. O'tiramiz. Massa, do'stlar. Do'stlar, shu bilan videomiz hozir tugaydi. Shuni arqa tomonni ko'rsatib tugataman, do'stlar. Arqa tomon shunda hovli. Yaxshi bo'ladi, ana daraxt, terak. Bo'ldi, hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Islom bo'ldim.